بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من بنى bino qilgan shaxsni haqidagi bob. 453-hadis. Sawa ibn Khalid hamda Habba ibn Khalid ikki kishi ekan. أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. aka uka ekan. Endi Habba bilan Sava, Xolid degan odamning o'g'illari, ikkovlari Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelsalar, u zot o'zlarini devorlarini tuzatib, binosini yaxshilayotgan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikkovlari kelib u kishiga yordam bergan ekanlar. Bu yerda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni nihoyatda kamtar zot bo'lganlari, o'z yumushlarini o'zlari qilganlari, shunday ulug' bir payg'ambar bo'la turib, bir ummatning boshlig'i bo'la turib, o'sha ummatlarning ichida ustalar, boshqalar bo'la turib, shularni ham chaqirmasdan o'zlari shu narsani qilganlari, demak u kishini o'ta kamtar bir zot bo'lganlari, o'ta sodda, oddiy bir zot bo'lganlarini va ulug'vorliklarini nishonasi bo'ladi. 454-hadis. Qays ibn Abi Hazimdan u kishi aytadilarki, daqalna ala Khabbabin na'uduhu va qad iktawa sab'u kayyatin va qala inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushum ad-dunya وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. Xabbob radhiyallohu anhuning oldiga kasalayotganlarida u kishini ko'rgani kirdik dedilar. U kishi o'sha vaqtida o'sha kasallari bir chiqqan yara ekan, shunga 7 marta mishqos degan narsa bo'ladi, kuydirib bosadi. O'sha bosish bilan davolanadi. Ana shu yeriga 7 marta demak qizdirib, qiziq narsani bosib, shu bilan davolashga uringan ekanlar. Bizni ko'rib u kishi aytdilarki, bizni sheriklarimiz, sohiblarimiz bizdan oldin o'tib ketishdi. Ular uchun dunyo noqis bo'lmadi. O'tib ketishdi. Mana biz dunyoni ko'rdik. Ko'p narsaga erishdik ham, endi shu tuproqni mavzuidan boshqa narsa qolmadi biz uchun. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizni o'lim tilab duo qilishidan qaytarmaganlarida, men duo qilar edimki, o'lib ketsam yaxshi degan ma'noda. Ya'ni bu kishi o'sha oxirida qolib, odamlarning dunyoga berilganligidan afsuslanib, o'zlari bilan demak ham fikr bo'lgan katta sahobalar bunaqa dunyoga muhtalo bo'lmay o'tib ketganlarini havas qilib, ularga endi orqada qolganlaridan afsuslanib, undan ko'ra men ham o'shalarga qo'shilib o'lib ketsam yaxshi bo'lar edi-yu, lekin duo qila olmayman, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'lim tilab duo qilishdan man qilganlar debdilar. 455-hadis. ثم أتينا مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. Keyin deydi, bir kuni borsak, u odam tuzalib qoldilar. Qarasak, devor uryaptilar. Bizni ko'rib aytdilarki, musulmon odam qilgan nafaqasida, har bir narsasida ajr savob oladi. Ammo mana shu tuproqqa aralashtirganida olmaydi dedilar. Tuproqqa aralashtirganida olmaydi dedilar. 456-hadis. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan u kishi aytadilarki, marran nabiyyu sallallohu alayhi vasallam va ana uslihu khassan lana. Faqala ma hada? Qultu aslihu khassana ya Rasulullah. فقال الأمر أسرع من ذلك. Abdullah ibn Amr aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana oldimdan o'tib ketayotganlarida
man o'zimizni bir devorimizni tuzatayotgan edim. Xos endi o'zlariga xos bir bino tuzatiladigan narsa bo'lsa, shuni qilayotgan edim. Rasululloh ko'rib turib, bu nima dedilar? Bu nima dedilar? Ey Allohning Rasuli, men shu xos o'zimizni narsamizni tuzatyapman. Dedim, ish bundan ko'ra tezroq bo'lsa kerak dedilar. Ya'niki bu dunyoning ishi bundan ko'ra tezroq tugasa kerak degan ma'noni aytdilar. 457-hadis Nafi' ibn Abdul Haris'dan rivoyat qilinadi. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kishining saodatidandir keng maskan, solih qo'shni va yaxshi markab. Demak, maskanning keng bo'lishi, qo'shnini ahli solih bo'lishi, miniladigan markabni yaxshi bo'lishi insonning saodatini omillaridan bitta omil hisoblanar ekan.